Molimga ko'p yem bersam, umuman semirmayapti. Sababi nimada deb o'ylaysiz aka? Siz yemni quruq berasizmi, namlab berasizmi? Quruq qilib beraman. Bu sizning asosiy sabablardan bittasi. Ya'ni yemni quruq berganingiz sababli molning og'ziga yem yopishib qoladi va ko'p suv ichishi va ko'p suvga qatnashiga sabab bo'ladi va yem yeyishini kamaytiradi. Eng asosiy sababi organizmda mol mineral moddalarni o'ziga qabul qilmaydi. Ya'ni qo'pol qilayotganimizda bergan narsangiz o'ziga yuqmaydi va siz o'ylagan natijaga erisha olmaysiz. O'rniga yemni ozgina suv bilan namlab berganingizda molning oshqozon tizimida yem yaxshi hazm bo'ladi va ishtahasi ochilib ko'p yem yeyishiga sabab bo'ladi va siz yemni ko'p isrof qilmaysiz. Yemni berishda asosiy yana bitta narsa bu barcha ozuqalar bilan aralashtirib bera olsangiz, siz o'ylagan maqsadingizga tezroq yeta olasiz. Navosingiz bo'lsa tez semiradi, sigiringiz bo'lsa ko'proq sut olasiz. Siz ham chorva bo'yicha qiziqarli ma'lumotlar olish uchun bizni kuzatib boring.